Agar siz quyidagi 5 ta tavsiyani bilsangiz va rioya qilsangiz, arab tilidagi har qanday oson yoki qiyin matnlarni bemalol to'g'ri o'qiy olishingiz mumkin. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Men Yo'ldoshbek Ibrohim, Mudarris akademiyasi arab tili fani o'qituvchisiman. Bugun siz bilan arab harflarini talaffuz qilishga oid 5 ta muhim tavsiya haqida gaplashamiz. Arab tili fani ustozlari odatda arab harflarini talaffuzini umumiy to'g'rilash uchun 5 ta tavsiya berishadi. Bu 5 ta tavsiyaning 3 tasi tahqiq va 2 tasi itmam deb ataladi. Tahqiq degani yaxshilab, aniq qilib bildirish degani. Itmom esa bir ishni oxirigacha yetkazib qo'yish degani. Endi demak bugun biz siz bilan tahqiqul hamza, tahqiqul shadda, tahqiqul sukun, itmamul harfi val harakat va itmamul g'unna haqida gaplashamiz. Demak, mana bu 5 ta narsa arab harflarini to'g'ri talaffuz qilishimiz, har qanday arabiy matnni to'g'ri o'qiy olishimizda juda ham muhim rol o'ynaydi. Balki sizda arab tili qoidalarini yoki bo'lmasa arab tili fonetikasi qoidalarini birma-bir o'rganishga vaqt bo'lmasligi mumkin, imkoniyat bo'lmasligi mumkin. Ana shu holatda, demak siz mana bu 5 ta narsani bilib qo'ysangiz, siz arabiy matnlarni to'g'ri o'qiy olasiz, harflarni to'g'ri talaffuz qila olasiz. Arab tilidagi matnlarni o'qishda e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa bu tahqiqul hamza. Hamzani chala qilmasdan aniq qilib talaffuz qilish. U hamza qayerda kelsa ham, ya'ni so'zning boshida keladimi, o'rtada keladimi, oxirida keladimi, harakat bilan yoki sukun bilan yoki cho'ziq unlidan keyin keladimi, farqi yo'q. Hamza keldimi, uni demak barcha sifatlari bilan qattiq qilib, aniq qilib talaffuz qilishingiz kerak bo'ladi. Masalan, qarang. Ya'ti, ya'ti, bada'a, bada'a, yabda'u, yabda'u, sama'un, sama'un. Agar siz aytsangizki samaun desangiz, bu yerda hamza yo'qolib qoladi. Yoki bada desangiz ham bu yerda hamza yo'qolib qoladi. Demak, bada'a, samaun deya har doim hamzani aniq bildirish kerak bo'ladi. Ikkinchisi tahqiqul shadda. Ya'ni tashdidni hamisha aniq bildirishga harakat qiling. U tashdid qaysi harfning ustida turishidan qat'iy nazar va so'zni qaysi qismida kelishidan qat'iy nazar, demak siz doim tashdidni aniq bildirishga harakat qiling. Yo'qsa, demak u harf tashdidsiz harfga o'xshab qoladi. Masalan, qarang. A'az, a'azzu, 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 a'az, a'azzu. Yoki bo'lmasa ayyam, ayyam, awwala, awwala, al-mafar, al-mafar deya doimiy ravishda tashdidlarni aniq bildirishga harakat qiling. Masalan, dorrun, dorrun shaklida. Shuningdek, tahqiqus sukun, ya'ni hamisha sukunni aniq bildirishga harakat qiling. U so'zning oxirida bo'ladimi, o'rtasida bo'ladimi, endi boshida bo'lmaydi aniq. Farqi yo'q. Demak, hatto jumlani tugatayotgan vaqtingizda ham, masalan, sukunli harf bilan tugatishingiz mumkin. O'shanda ham demak sukunlarni aniq bildirib o'qishga harakat qiling. Masalan, qarang. Al-qalam, al-qalam, al-qalam. Yu'min, yu'min, yu'min. Aymanun, aymanun, aymanun shaklida. Demak, e'tibor berishingiz kerak bo'lgan 4-chi muhim narsa bu itmamul harfi val harakat. Ya'ni harflarning tovushini va harakatlarning tovushini hamisha itmam qilib, ya'ni oxirigacha butun qilib aytishga harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Demak, ikkita itmomdan birinchisi bu. Masalan, siz
kalimalarni o'qiyapsiz arab tilida. Savrun deyapsiz. Endi qarang. Savrun. Savrun. Sa. Siyabun. Siyabun. Siyabun deya harfni si deya butun qilib aytishingiz kerak bo'ladi chala qilmasdan. Xuddi shuningdek harakatlarning tovushini ham demak chala yarim qilmasdan butun aytishingiz kerak bo'ladi. Masalan, amaro, amaro, aiza, aiza yoki bo'lmasa malikun, malikun, iyahu, iyahu deya har bitta harakatni butun qilib aytamiz. Sururun, sururun masalan. Va nihoyat itmamul g'unna. Ya'ni g'unnani ham chala qilmay oxirigacha aytishga harakat qilamiz. Demak, masalan, inna, 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 lamma, lamma deya tovush demak g'unna tovushi ekanligini aniq bildirib aytishga harakat qilamiz. Chala qilmaymiz. Butun qilib oxirigacha tamomlab aytishga harakat qilamiz. Agar siz mana shu 5 ta narsani rioyasini qilsangiz, arab tilida demak u oson yoki qiyin har qanday matnni to'g'ri o'qiy olasiz. Bugungi darsimiz mana shundan iborat. Agar sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, izohlarda o'z fikringizni qoldiring hamda kanalimizga obuna bo'ling. Shuningdek, agar siz arab tilini yaxshi sifatli o'rganishni xohlasangiz, Mudarris akademiyasiga murojaat qilishingiz mumkin.